Soat yaqin olib kelganimiz. Hisoblaring bormi? 9:30da kelganmiz. Erta soat 10:00. Sen ham kutganmiding? Qaramasdan. Bir soatlab keyin baqirmaysanmi? Judayam ko'p odamlar chaqirib qo'yilgan. Mana ovqatib shu yomg'irda turishdi hammasi. Nega? Hali ayollar bor ichida. Mana maktab so'rab kelgan ekan. Mana shuncha odamlar turibdi. Hech kimni qabul qila olmayapti. Chiroqchi tuman prokuraturasi. Nima dedi? Mana bu yerda ham mana odamlar so'rab yotibdi. Ikkinchi marta yo'q. Mana bir, to'g'ridan to'g'ri. Ikkinchi marta biz aynan Chiroqchi prokuraturasiga kelyapmiz. Bu boshqa masalada hurmatli kelganmiz. Bu masalani ham o'rganmagan, hal qilmagan ekan. Bu hozir mana kelganimizga prokuraturadan bironta odam chiqqani yo'q. Bular maktab masalasiga kelishgan ekan, ya'ni farzandlari 7 kilometr dedingizmi? 7-8 kilometr. 7-8 kilometr piyoda borib, loy ko'chalarda maktabga qatnashadi. Biz borib keldik o'sha mahallaga hozir. Hamma yoqimiz loy bo'libdi. Hali bizni tarafga bormadilar. O'sha siz tarafingizda o tepada bog' qilingan ekan. O'sha yerga borib keldik. Mana oyoqlarimiz loy. Loy hamma yoq loy ekan. Borganlar bor, hokimiyat shuni boradi. Ko'z shuni jimjira. Umuman bizga qiziqtirmaydi bu qiyinchiligimiz. Bolamiz qiynalganlari. Faqat nima? Kerak? Biz o'sha mahallaga borib keldik. U mahallada hattoki yo'lda shag'alam yo'q. Shundoq haligi yer, tuproq joy hozir loy bo'lib yo'q. Chiroqchi tuman hokimiyatini prokuror hokimiyatda majlisda degandi bo'ya xodimlari, lekin hokimiyatda bugun hech qanaqa majlis yo'q ekan. Lekin kirishini juda ham chiroyli qilib, yashil makon, yashil zona deymizmi, hudud qilib qo'yishgan ekan. Mana bunaqa qilib juda ham chiroyli chiqqan ekan. Yaxshimi? Yaxshi? Yaxshi, zo'r. Go'zal. Bunaqa gaplar. Yo'llari ham chiroyli qilib qo'yishibdi. Chiroqchi tuman hokimiyati kirish joylari. Bu yoqqa. Ular nariga ketdi-ku. Shunaqa gaplar, yaxshini yaxshi deymiz.